Ayollarimizga ham aytaylik, farzand tarbiya qilib bergin. Yaxshi tarbiya qilgin, chunki 70% ma'lumotni sendan olar ekan. Tasavvur qil, sendan nimani olyapti men farzandim? Nimani olyapti? Telefon o'ynashni olyaptimi faqat? Televizorda serial ko'rishni olyaptimi faqat? 5 talab serial ko'ryapsan, shuni oladimi men farzandim? Ertaga shu farzandim sen orqandan 70% ma'lumotini olib senga o'xshaydimi? Qizimiz senga o'xshaydimi? Ayrimlarni qarang, onasi bilan qizi yuradi, qiziga faqatgina shu dunyodagi orzu, havas, hamma narsani o'rgatadi. O'ynab, kul, yur, maza qil, ertaga idish tovoqqa rahbar bo'lib qolasan, yuraverasan keyin. Shu ham tarbiyami endi akalar? Shu tarbiyami? Birovdan seni kam bo'lishini xohlamayman. Qiyomat kuni kam bo'lib qolsa-chi birovdan, unda nima qilasan, birodar? Boshqalarning bolasi kulib, ota-onasining qo'lidan ushlab jannatga kirib ketsa-da, bu bolang o'tirsa kam bo'lib, jahannamga hukm qilindim. Endi javob berasan, dada desa nima bo'ladi o'sha kuni? Sen bu dunyoda kam qilmading, lekin mana bu dunyoda kam qilib qo'yibsan-ku mana. Aytmabsiz-ku menga desa nima bo'ladi?